أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'on azimishshanda bir oyai karima har bir mo'min musulmonman degan insonni qattiq bir fikrlab o'ylashga majbur etadi. Astagfirullah. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Alloh taolo aytadi. Qiyomat kuni, oxirat kunida biz sizlarga bergan hamma ne'matlarimiz to'g'risida so'raymiz. Ne'matlarni qadriga yetdingizmi? Tan joningiz sog' yetdimicha but bo'lib dunyoda yashadingiz. Aql, zakovat. Erdan so'raydi, kuch quvvat berdim, erkak qilib yaratdim, jufti halol berdim, shirin shakar farzandlarni berdim. Shularni qadriga yetdingmi? Risoladek hayot kechirdingmi? Ayoldan so'raydi, nozik latofatlik, go'zal jins ayol ona zoti qilib yaratdim. Solih bir insonni jufti halol qildim. Shuni qadriga yetdingmi? Bolalaringga yaxshi tarbiyat beroldingmi? Azizlar, dunyoda hammamiz mo'min, musulmonmiz deymiz. Musulmonchilikni, qonun qoidalarini hayot turmushida aslini bilamizmi? Er qanday haqlari bor gardanida oilasiga, ayoliga nisbatan biladimi? Ayol eriga nisbatan qanday haqlari bor biladimi? Sizlarga muborak hadislardan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sizni bizga tayinlagan so'zlaridan gapirib o'tgan bo'lamiz. Muaviya Haydata o'g'lidan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deydilar. Erni gardanida xotinni qanday haq huquqlari bor ya Rasululloh? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Birinchisi iqtisod, yaxshi taomlantirib, yedirib boqishing. Ikkinchisi kiyintirishing, kiyimlardan xabar olishing. Uchinchisi hech qachon urmasliging, ayniqsa yuziga urma ayolingni. To'rtinchisi hech qachon onasidan, otasidan, zotidan haqoratlanib, tahqir so'kinishlarni qilmagin. Do'stingni bu so'zlar bilan dushmaningga aylantirib qo'ymagin. Arazlaganingda uydan chiqib ketmasdan boshqa xonada bo'lgin. Muhtaram birodarlar, hatto ba'zida namozxon, ibodatdaman, hajga ham borib keldim deganlarni xotiniga tahqir haqoratlarni aytib yorganini guvohi ham bo'lib qolamiz. Hatto ba'zilar bor pul topga
bozorga bor, qayerga borsang bor, pul topgin. Erini gardanida farz. Oilani boshqarish, boqish. Ona, ayol bu ona. Farzandlarga ko'proq mehr ulashib, bolalarni qadrini, oqibatini ko'tarish, o'quvdan, maktabdan kelish borishiga qaraydigan, ko'chadan mehnat qilib pul topib kelish bu erni gardaniga yuklangan vazifadir. Ummu Salama onamiz rivoyat qiladilar. Ummu Salama onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni jufti halollaridan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: qaysi bir xotin dunyodan o'tganda eri men shu xotinimdan mingdan ming roziman desa, bu erini roziligini topgan ayol albatta jannatga kiradi. Ey azizlar, bizni o'zbek onalarimiz, ayollarimiz nafaqat qaynota, qaynona xizmatini, qaynopa, qaynsingillarni xizmatini, hurmatini joyiga qo'yadi. Menimcha biron bir dunyoda bo'lmasa kerak o'zbek ayolidaqa hatto jufti halolini, jiyanini sizlab hurmatlaydigan ayollar. Qaynona, qaynotani xizmati bu ham shu erni roziligini topaydi. Erni rozi qilay deb shu hurmatlarni joyiga qo'yadi. Men o'zim ancha yillik domla imomman. Vaqtida xotinini qadriga yetmagan, tahqirlagan ayoli dunyodan o'tganda dod deb yig'lab, tovuti tepasida mingdan ming roziman bu ayolimdan degan yig'lab turib aytgan erkaklarni 100% guvohiman. Xalqda bir so'z bor. Xotin xorlagan xotin uvoliga uchraydi. Erni xorlagan uvoliga uchraydi. Tirik paytida xotin bir-birini haq huquqini, bir-birini chin yurakdan hurmatlab rozi qilmoqligi kerak. Abu Hurayra roziyallohu anhu sahobai kiromlardan eng ko'p hadis naql qilgan zot aytadilar: Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga ayollardan elchi bo'lib bir ayol keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga haligi ayol aytdiki, erkaklar jihodda qatnashadi, jamoat bo'lib katta jami masjidlarda namoz o'qishadi. Ular bizdan ko'p savoblarga ega bo'lyapmiz. Bizga ham jihod qilish yo katta jami masjidlarga borib jamoat bo'lib namoz o'qisak bo'lmaydimi? Sarvari olam Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: sizni elchi qilib yuborgan barcha ayollarga ayting, ularni jihodi oilaga qarab erini rozi qilish, bola tarbiyalash, eri ishdan mehnat qilib kelganda taomini tayyor qilish, libosini yuvish, qarash, ayollar uchun jami masjidga borib jamoat bo'lib namoz o'qigandan, jihodga qatnashgandan oilaga bosh bo'lib beka bo'lishligi eng katta savobki bu ayollarga farz qilingan. Men hayronman, ba'zilar erlarni umuman nazar pisand qilmay, eri ishdan kelib, onang qani? Da'vatga ketganlar, amri ma'ruf qilgani ketganlar.
ovqat yo'qmidi? Ancha bo'lgan ketganlar. Ayol kishiga ko'cha-ko'yda yurib, amri ma'ruf qilib, da'vat qilib yurishlik buyurilmagan. Bu ish bo'lganda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lardi. Onalik hamma narsadan ustun turadi. Onalik bu ulug' ne'mat. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: qaysi bir ayol 5 vaqt namozni vaqtida o'qib, eriga xiyonat qilmay, erini hurmatlab o'zidan rozi qilsa, jannatni xohlagan eshigidan kirib ketadi. Lekin afsus, ba'zi bir ayollar erlarini kam pul topishida, boshqa bir qo'shnisini imorati balandroq qurilib qolgan bo'lsa, unga bir hasadi kelib, g'ashi kelib, shunday bir solih erini dilini ranjitib qo'yadi. Axir bu rizq nasibani Alloh beradi. Birovga bir, birovga ko'p, birovga kam, bu taqdiri ilohiy. Lekin shu ayol tushunsin, erini halol pokligi, xotiniga xiyonat qilmasligi, yaxshi bir insonligi toji taxt emasmi? Baxt va saodat emasmi? 3 qavatli imoratga o'tirg'izib qo'yib, maishatchi, xulqi buzuq, har qadamda xotiniga xiyonat qilib, farzandlarni noto'g'ri yo'lda tarbiyalab yuradigan eri bor odam u baxtli emas. Solih, namozxon, iymonlik, e'tiqodlik erni jufti haloli bo'lgan xotin eng katta baxt, saodat. U ham er, ham xotiniga ustoz, ibodatni o'rgatadi, sabr qanoatni tushuntiradi, farzandlarga yaxshi tarbiyat berishni o'rgatadi. Ko'proq ayollarimizda bir hasad jo'sh uradi. Shu hasad tufayli ko'p gunohlar, ko'p kelishmovchiliklar, qo'ydi chiqdilar paydo bo'ladi. Musa alayhissalom yangi payg'ambar bo'lib, Alloh bir mo'jiza asoni berib, o'sha mo'jiza bo'lgan aso bilan ketyapsalar, yo'lida bir zot ko'rindi. Odam desa unday odamga ham uncha o'xshamaydi. Siz kimsiz dedi Musa alayhissalom. Men Azozilman avvalgi, hozirda mal'unga aylangan shaytonman. Oldimdan kessin deb Musa alayhissalom asoni ko'rsatuvdilar, shayton kuldi. Ey Musa, men aytyapman-ku, Azozil edim, shaytonman deb. Men bu asodan qo'rqmayman. Jannat va do'zaxni ko'rgan shaytonman. Allohning eng yaqin suyukli bandalaridan bo'lgan, behisob farishtalarning ustozi bo'lgan shaytonman. Men faqat qalbi sof odamdan qo'rqaman. Qalbi sof odam duosi tez mustajob bo'ladi. Agar 1000 ta odamning ichida bir qalbi sof bo'lmasa, 1000 tasini bir pasda adashtiraman. 100 tami, 10 tami shuni ichida bitta qalbi toza, sof bo'lsa, adashtira olmayman, ularni oldiga yaqin bora olmayman. Qalbi sof odam kim? Hech kimga hasad qilmaydigan odam qalbi sof odam. Ey Musa, nasihat qilaman, eshitasizmi dedi.
Ya Rabbi, shayton menga nasihat qilmoqchi, eshitaymi? Eshiting dedi Alloh. Adashtirgani kelganda men to'xtatib qo'yaman dedi. Ayting. Hech qachon takabbur bo'lmang. Kibr hamma ishni xorlikka olib keltirib qo'yadi. Toatga bino qo'ymang, hali qabuli bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaysiz. Ilmingizga havolanmang, u foydali ilm bo'layaptimi yo nofoyda. Bino qo'ydim toatimga, ilmimga havolandim, hech kimni mensimadim, shayton bo'ldim. Kimki takabbur ekan, oxiri xor bo'ladi. Ikkinchi so'zim, hech kimga hasad qilmang. Dunyoda hamma balo, hamma janjal, urush, hatto qon to'kilish hasad tufayli bo'ladi. Otaylar odamni o'g'li ukasiga bo'lgan hasad tufayli ukasini o'ldirdi. Shu bilan yer yuzida qon to'kilish, odamlar bir-birini o'ldirish paydo bo'ldi. Nimadan? Hasad, ko'rolmaslikdan. Ko'rolmagan odamini g'iybatini qiladi, ig'vosini qiladi, orqasidan har xil bo'xton uydirmalarni to'qib chiqazadi. Iloj qilsa o'ldiradi. Uchinchi so'zim, hech qachon nomahram bilan, sizga mahram bo'lmagan begona ayol bilan yolg'iz o'tirmang. Ikkalovlaringizni o'rtangizda o'zim elchi bo'lib zino qildirtiraman. Zino shunday kasofat ishki, ertaga haniq bo'ladi degan yaxshi ishni yo'q qildirib yuboradi. İnsanlarni niyatiga yetkazdirmaydi. İnsonni nopok qilib qo'yadi, qalbini qoralaydi. Hech qachon zinoga qadam qo'ymang. Nomahram bilan yolg'iz o'tirmang. To'rtinchi so'zim deganda Alloh to'xtatdi. Ey Musa, endi aldashni boshlaydi. 3 ta haq so'zni gapirdi. Buyog'iga endi ishonchingizga kirib, yolg'onga adashtiruvga boshlaydi. Shunaqa insonlar bor, shaytoniy insonlar. Rosa ishonchga kirib olgandan keyin, ildizingizni bilib olgandan keyin tomiringizga bolta uradi. Ular shayton sifatli insonlar. Amir Temur sohib qiron yangi podsho bo'lganda ikkita zo'r olimni bir sinamoq uchun shikorga taklif etdi. Biri Abu Said Baraka, ikkinchilari nihoyatda o'sha zamondagi yetuk alloma olim. Otda uchalovlari bir tekizda ketayotganda Abu Said Barakani oti oldinroq ketib qoldi. O'rni keldi dedi Amir Temur allomaga qarab, bu Abu Said Barakani zo'r olim, taqvo, avliyo deysizlar. Men podsho bo'lsam, siz bir alloma bo'lsangiz mensimasdan ketib qoldik. Shohim, bu insonga Alloh shunday ilm berganki, osmonga uchib ketmayapti hali ham. Bu zotni o'tirgan oti bu insonni ulug'ligidan osmonga uchib deb tez ketib qolyapti. Bu inson bilan hamzamon bo'lganimizdan Allohga shukr qilaylik. Juda taqvo olim odam. Otni bir qamchilab Abu Said Barakaga yetib olgan Amir Temur so'z boshladilar. Bu allomaja, olim, avliyo deysiz, bizni mensimasdan bir ot bilan yetib olay demay orqada kelyapti. Bu qanaqa odam o'zi?
Abu Said baraka aytdilar: amirim, bu insonni ilmi shu darajadaki haliyam yer zamin ko'tarib turibdi. Bu zot mingan ot bu odamning ilmi-yu taqvosini ko'tara olmay sekin kelyapti-da. Bu inson bilan ham zamon bo'lganimizdan Allohga ham sano aytaylik. Alhamdulillah dedi Amir Temur. Olimlarim ittifoqkan, albatta fuqarolarim ittifoq bo'ladi. Agar olimlarim noittifoq bo'lsa, fuqaro undan battar bo'ladi. Endi bemalol yurish qilsam bo'larkan, yengilmayman. Ittifoqlikda, do'stlikda juda gap ko'p azizlar. Hazrati Anas raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdilar: jannatiy odamlarni aytaymi sizlarga? Ori ya Rasululloh, ayting. To'g'ri, pok, soddadil odamlar jannati bo'ladilar. Bir birodari uzoq joyda kasal bo'lib qolgan bo'lsa, shu birodarini fi sabilillah ko'rgani, ziyorat qilgani, borgani odam jannati bo'ladi. Jannati aniq ayollar ham aytaymi? Jannatiyligi aniq bo'lgan ayollar aytaymi dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ayting ya Rasululloh. Eriga do'st, erini haq huquqini o'zinikidan ham qattiq e'tiborga olib hurmatlaydigan, bolalari ko'p, har bir bolasiga mehr muhabbati kuchli bo'lgan, eri g'azablanganda, bir narsadan asabi buzilganda eriga shirin so'zlarni gapirib erini tinchlantiradigan ayol haqiqiy jannati ayol dedi.